AQShda islomofobik namoyish bo'lib o'tdi. Qur'onni yoqishga urinish sodir etildi. AQSh immigratsiya va bojxona nazorati (ICE) xizmati xodimlarining harakatlari tufayli allaqachon tarang kunlarni boshdan kechirayotgan Minneapolis shahri yangi provokatsiyaga guvoh bo'ldi. Hodisaning tafsilotlari. Asosiy shaxs Donald Tramp lavozimiga kelganidan so'ng prezidentlik farmoni bilan afv etilgan 6 yanvar Kapitoliy bosqini mahkumi Jake Lang. Maqsad: Lang Minneapolis shahar hokimiyati binosi oldida o'zining kichik guruhi bilan Qur'oni Karimni yoqish maqsadida namoyish uyushtirdi. Bayonot. Lang ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida somaliyaliklarning bosqiniga qarshi Ilhon Omarning zudlik bilan deportatsiya qilinishi va gubernator Tim Walzning hibsga olinishi uchun Minneapolisda Qur'on yoqaman deb yozgan. To'qnashuv va qarshilik. Langning ushbu harakati davomida shaharda ICE agentlari tomonidan AQSh fuqarosi bo'lgan ayolning o'ldirilishiga qarshi norozilik bildirayotgan guruh bilan Langning guruhi o'rtasida to'qnashuv kelib chiqdi. ICEga qarshi namoyishchilar Langga keskin munosabat bildirib, uning shaharni tark etishini talab qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Langning olomon g'azabidan qochib, avtomobilga o'tirib voqea joyidan uzoqlashgani aks etgan. Kontekst va o'tmishdagi provokatsiyalar. Oldingi urinish. Jake Lang 2025 yil 19 noyabr kuni ham AQShda musulmonlar eng ko'p yashaydigan Michigan shtatining Dearborn shahrida Qur'on yoqishga uringan edi. Shahardagi vaziyat. Minneapolisda 7 yanvar kuni ICE agenti tomonidan bir ayolning otib o'ldirilishi ortidan boshlangan norozilik namoyishlari Donald Trampning isyon to'g'risidagi qonunni Insurrection Act ishga solish tahdidiga qaramay davom etmoqda. Media munosabati. AQSh mediasi Langning bu harakatini allaqachon tarang bo'lgan vaziyatni atayin yomonlashtirishga qaratilgan provokatsiya va gijgijlash deb baholamoqda.